1 metri 3,5 million so'mdan jami narxi 20 million so'mga tayyor bo'lgan oshxona mebelini ko'rib turibsizlar. Do'stlar, o'zimizning obunachimizga Farg'ona viloyati Rishton tumaniga bundan 15 kun oldin kelib o'lchab ketdik. Mana bugunga mebellari tayyor bo'lgan ekan, olib kelib ustanovka qilib berdik. Mebellarimizni jami razmeri 3,60 ga 2 metr, oshxona mebel 5 metr, televizor mebeli 1,90 ga 2,30, komplekt ranglarni bir xil qilib berganmiz, xudo xolasa. Eshitganinglardek, shu narxning ichida do'stlar polniy granitlarni qilib berganmiz. Metri 3,5 milliondan sushilkalari bor. Mana endi qoshiqdonlarigacha bizdan bo'lgan narsalar bular. Duxovka, gaz, yana bitta gazimiz, mo'ykamiz, vichkamiz bu yerga ham endi qo'yiladi. Bular polniy uyda egasidan bo'lgan. Andijondan kelib o'lchash, olib kelib ustanovka qilish, hammasi shu narxning ichiga kirib ketgan. Televizor mebelini ham chiroyli qilib, bir xil qilib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qiziqarli bo'lsa, ekrandagi video tagidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xoningizni o'lchab, rasmga olib, telefon qilsangiz, aniq ma'lumot bilan telefonda o'zida ham sizga nechta pulga bo'ladi hisoblab bera olamiz. Ma'qul kelsa borib o'lchab, zaklatini olib, 15 kun 20 kunda olib borib ustanovka ham qilib beryapmiz. Xudo xolasa do'stlar, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.